O'zbek oyim mantiqiy hikmatlarining mag'zini chaqishga urinib ko'ring. Jonbozlik ko'rsatib, raqib kavushini to'g'rilab qo'ygan, oyoq ostida o'ralashganni irg'itar. Shoni ozni kesatib, taqib tovushini o'g'irlab qo'ygan, sayoq do'stga o'ralashganni izg'itar. Sevgining dunyosiga turmush ikir-chikirlari bosh suqsa, va'dalari qopida turib chiriydi. Kulguning didyosiga mish-mish taqir-tuqurlari tosh tiqsa, zardalar sepida turib iriydi. Satta-satanglar pul toparlik musiqasiga o'ynashdan bo'yin tovlamasa, sevgidan dars o'tadi. Takasaltanglar dil toparlik tariqasida kuylashda qo'yin gavlamasa, sevgi ham dars ketadi. Uloqib yurgan qaqqayib, ovozi boricha o'kirib, tog'u toshlarga yuragini yorib qolar. Tutoqib turgan cho'nqayib, nozi ori uchun bo'kirib, og'u oshlariga dovrug'ini qorib kelar. Mastlarni haydaydigan bilagi yo'g'onga o'xshab, jon kuydirgan, ensasi qotganni itarar. Do'stlarni alqaydigan tilagi to'g'onga o'xshab, shon kiydirgan, engagi botganni ko'tarar. Haqoratlangan, o'tirgan daraxti singanday, oyog'i tagi o'pirilganda, yiqilganday bo'lar.